Bir-birini sxemalarni qo'llanib multimetre bilan tekshirsizlar. Ba'ni tekshirsizlarda faqat bir sham qilasizlar. Bir sham. Işte alğadınlar var. Sonra siz olan tekshiringlar. Endi bir-birinin qattiqlikini aytinglar. Birinchi sen bastan. Qanaqa davran sxemani birinchi bir shanglayt, so'ng bir shanglayt. Shanglangan. So'ng bir shanglayt. So'ng qanaqadir zasolgan va nega sim ko'rinib yuribdi? Avtomatda simdek ko'rinib turibdi. Endi senlar ayting, ikkinchi topning qattiqligini. Birinchi bir shanglaytmi? Birinchi topda qattiqliklari, durush shag'i qaroqlarda әдемі o'rnalmasdan, zatlari әдемі o'rnalmasdan. Al durush shag'i avtomatning simi durust kirmagan. Sxema to'sildimi? Suvlar osildimi da? Suvlar chiqardi. Durush shag'i sol. Endi bir shag'ni mana bizning qavuslik reja aytdik basında so'na 8 kelema jalg'aganda. Kabelning chiqib turuvi o'rnalashuvi durustmi bag'lari? Yo'q, durustmi? Durust. Kelesi tajriba жұмыстарда оның қателіктерін көрсетсіңдер.